Assalomu alaykum. Bizani YouTube kanalida kuzatib boruvchilar, sizlarga hozir 6 talik Malayziyada ishlab chiqarilgan import mahsulotimizni общий obzor qilib o'taman, ko'rsatib o'taman. Kimga yoqqan bo'lsa, kommentariyaga o'z fikrlaringizni bildirasizlar, bitta like bosib qo'ysanglar, xursand bo'lamiz. Podpishka qilish uchun albatta bizani kuzatib boringlar. Yaxshi zo'r narsalarni zo'r narxga qo'yib boryapmiz. Xo'p, ko'rsalaringiz bo'ladi. Stullari proshniy plastmassadan yasalgan, gridlari. Xo'p, teglarini ko'rsak, teglari temir bilan qotirilgan, yog'och birlashtirib qotirilgan. Xo'p, o'tiradigan joyiga gubka bilan yumshoqqina mana kojali mahsulot ishlatilgan. O'sha o'tirgan vaqtga o'sha ko'tlarni og'rib qolmasligi uchun. Xo'p, stolimizga kelsak, stolimizni eni 80, uzunligi 1,5 bo'ladi. O'rtasidan bo'linadi. O'rtasidan kichkina bo'lib 1,20 lik hissalardan bo'ladi. Holatlari zo'r holat turibdi. Mana bu yog'ochdan yasalgan oyoqlari. Ko'rsalar bo'ladi. Stolning yuzi matviy akrilga o'xshagan narsa. Mramorga o'xshab ketadi. Ko'rsalar bo'ladi. Holati yaxshi. Hech qatiga hech narsa qilmagan. Kimga kerak bo'lsa, nomerdan qoldirgan, o'tib aloqa qilsalar bo'ladi.